Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Bizning diyorlarda juma namozining avvalgi 4 rakat sunnati birinchi azondan so'ng o'qiladi. Makka va Madina shaharlarida esa birinchi azon taxminan soat 11:40 larda aytiladi. Namoz vaqti esa 12 dan 5 minut o'tganda kiradi. Makka va Madinada juma namozining avvalgi 4 rakat sunnati qaysi payt o'qiladi? Yaxshi. Bu ham ko'p hozirgi kunda so'ralayotgan savollardan. Chunki aytib o'tganimizdek ziyoratchilarimiz ko'p borishyapti. Ulardan ko'p ovozli xabar bizga kelib turadi. Domla shunaqa bo'lyapti, nima qilaylik deb. Haqiqatda muammo. Chunki ularda o'zi aslida juma namozi zavoldan keyin azon aytilish kerak. Zavoldan keyin azon aytilsa, bemalol 4 rakatli sunnatni o'qib olinadi. Undan keyin ma'ruza, bizlarda xutba va hokazo ketaveradi emas. Ularda biroz bunga aksroq. Ularda hali zavol bo'lmasdan turib birinchi azon aytib qo'yiladi. Aytaylik 12:05 larda, hozirgi kunda 12:05 taxminan ularda Makkada qiyom vaqti, ya'ni zavol vaqti, peshin namozining vaqti kiradigan vaqt bo'lsa, ular 20 ta kam, 25 ta kam 12 larda azon aytib qo'yadi. Jumaga deb, juma kuni. Ana shundan keyin bizning xalqimiz ko'pchilik bilmaydi-da, turib jumaning 4 rakatli sunnatini o'qib olishadi. Sunnatni o'qiladi. Keyin ular ikkinchi azonni 12:05 dan keyin aytadi. Ayni vaqti kirganda ikkinchi azonda aytadi-da, xutbani boshlab yuboradi. Xutbani boshlab yuborgandan keyin namoz o'qish mumkin emas. Kim o'tirish kerak? Nima qilamiz desa, xo'p, birinchi azondan keyin hali vaqti kirmagan bo'ladi. Mabodo 4 rakat jumaning sunnati deb o'qisangiz ham u jumaning sunnatiga o'tmaydi, balki naflga o'tib ketadi. Nimaga? Chunki jumaning sunnatini o'qiladigan vaqt hali kirmadi. Ravotib sunnatlar deydi. Ravotib degani muakkada. Mana shu 5 mahal namozimizda oldi ketida o'qiladigan sunnat namozlarni ravotib sunnatlar deyiladi. Ravotib sunnatlar ayni o'sha qaysi namozi sunnati bo'layotgan bo'lsa, o'sha namoz vaqti kirgandan keyingina o'qiladi. Masalan, bomdod namozining sunnatini ham tong otmasdan turib o'qib qo'ysangiz, u naflga o'tib ketadi. Tong otgandan keyin boshqatda yana bomdodli 2 rakat sunnatini o'qib, keyin farz o'qishingizga to'g'ri keladi. Bu ham peshin ham xuddi shunday, ya'ni juma ham xuddi shunaqa. Hanuz zavol kelmasa, peshin vaqt kirmagan bo'ladi. Demak, jumani ham vaqt kirmagan bo'ladi. Chunki juma bilan peshin vaqti bitta vaqt. O'z-o'zidan birinchi azon aytilgandan keyin kim Hanafiy mazhabi bo'yicha azon aytilgandan keyin sunnatni o'qishimiz kerak deb 4 rakatli jumaning sunnatini o'qib qo'ygan bo'lsak, u naflga o'tib ketadi-da. Endi ikkinchi azonda aytgandan keyin mabodo azon bilan xutbani o'rtasida imkon topib o'qishga ulgura olsangiz sunnatni o'qiysiz. Jumaning sunnatini 4 rakatni. Ammo ular xutbani tez boshlab yuborayotgan bo'lsa, jumaning 4 rakatli sunnatini o'qimasdan xutbaga quloq solasiz. Jumaning farzini o'qib bo'lgandan keyin esa ularda bilasiz sunnatlar o'qilmaydi, yakunlanadi. Tamom. Ana endi biz Hanafiy mazhabidagilar jumaning farzi o'qilgandan keyin 4 rakatli sunnatni o'qiymiz, undan keyin yana 4 rakatli sunnatni o'qiymiz. Ya'ni 8 rakat sunnat o'qib olinadi. O'sha avvalgi 4 rakat ham farzdan keyin o'qiladi. Shunda inshaalloh o'rniga tushadi. Aks holda jumaning sunnati qolib ketgan bo'ladi. Kimlardir aytishi mumkin, musofirsizlar, sunnat o'qimay qo'yaveringlar deb. Biz u yerga nima uchun borganmiz? Namoz o'qigani borganmizmi? Ka'baga yo aylangani borganmizmi? Ka'baga borib namoz o'qimasak nima qilamiz u yerga Ka'baga borib? Musofir odamga sunnat shart emas, o'qimanglar deydigan vasvasachilar chiqadi. U vasvasachilarning vasvasasiga ergashmanglar. Imkon darajasida ko'proq Haram-i Sharifga borildimi, namoz o'qishga harakat qilish kerak. Boshqa joylarda ham sunnat o'qiladimi, musofirda o'qiladi. Endi aynan haramga borganda nima uchun o'qimasligimiz kerak? Namoz o'qishdan boshqa nima ish qilamiz u yerda? Xatm Qur'on qilamiz, xo'p, yaxshi. Nimaga endi namozni qo'yishimiz kerak? Sunnat namozlarga ham Haram-i Sharifga borganda qattiq e'tiborli bo'lishimiz kerak. Imkon darajasida o'qib olishni yo'lga qo'yishimiz kerak.